Muanakay. Kimsasiz joy. 1 soatdan beri yo'l topolmayapmiz. Muanakay. Buni daraxtlarni qaranglar. Kimsasiz orolmi kim biladi? Bu tomonni qaranglar. Bu yoqni qaranglar. Muanakay. Qayeri bu yeri? Buni da qaranglar. Shunday joyga kelib qoldik. Mana qarab yursam ekan. Nima bor ekan bu yoqda? Mana yoqlarni qaranglar. Mana yoqlarni. Mana qarab haydaymiz. Nima bor ey? Bularni qaranglar. Bularni qaranglar. Mana yoqda nimalar bor? Daraxtlar kesib qo'yiladi. Mana daraxtni qaranglar. Mana yoqda chuqur bor ekan. Chuqur bor ekan mana yoqda. Mana. Hech nima yo'q ekan. Bo'lsa bir narsa topib bo'lmaydi bu yerda. Hoy chiqib ham ketib bo'lmaydi bu yerdan mana. Chiqib ham ketib bo'lmaydi. Vobshe. Mana shunday bor joydan bu yer bombalangan joymi? Bir narsa tushganmi kim biladi mana yoqlarga. Bu yer chuqur bo'lib qolmaydi ko'zdan o'zi, to'g'rimi? Mana daraxtlarni qaranglar. Sherlarda ham daraxtlar bo'lgan bir paytlar. Mana aka izlari qolib ketgan mana. Mana daraxtlar izlari qolib ketgan. Mana aka. Mana yerdan elektra tok o'tgan ekan, bir gap bor shu yoqda. Mana. Mana aka. Mana daraxtlarga qaranglar. Shunday joylarga kelib qoldik. Shunday joylarga kelib qoldik. Mana aka. Hay, anavni qaranglar. Ana daraxtni qaranglar. Mana daraxt. Shu yoqda bir bola bor. Bir bola bor shu yoqda. Mana daraxtlarga qaranglar. Daraxtga nomer ham qo'yib 9728. Mana qaranglar. Mana daraxtlarga qaranglar. Mana orada kimdir kesib ketibdi. Ey bu tomonni qaranglar. Bu yoqda ham pastlik bor. Xullas ketamiz bu yerdan. Bu juftlikni rostlash kerak. Konkret juftlikni rostlash kerak bu yerda. Davay keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha do'stlar. Salomat bo'linglar.